Bir biznesmen million dollar pul to'pladi. U endi ishlashni bas qilib 1 yil dunyo kezib, hordiq chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo bu qarorga kelib ulgurmasidan uning oldida ajal farishtasi paydo bo'ldi. U farishtadan ozgina vaqt so'radi. Menga 3 kun yashashimga imkon ber, boyligimning 3dan 1 qismini beraman. Farishta ko'nmadi. Xo'p, unda 2, yo'q, 3 million beraman. Menga go'zalliklardan bahra olish va ishni deb anchadan buyon birga bo'lmagan oilam bilan birga bo'lish uchun 1 kun vaqt ber. Ammo farishta qarorida qat'iy edi. Shunda biznesmen o'g'liga xat yozish uchun 1 daqiqa vaqt so'radi. Farishta unga imkon berdi. Vaqtning qadriga yet o'g'lim deb yozdi kishi. Men umrim davomida to'plagan millionlarimga hattoki 1 soat ham vaqtni sotib ololmadim.